Kursga kelishdan oldingi holatingiz qanaqa edi? Oldingi holatim o'rtacha edi. Ya'ni moliyaviy maqsad qo'yish jarayonida keyin pul 20% bu ustozimizni 2 yildan beri kuzataman. Berib turgan maslahatlardan kelib chiqib, oylikda 5 haftaga bo'lib ishlatinglar deb o'shani rejasida ketganman, pul yig'ishni boshlaganman. Keyin kuzatib bu pul yig'ilgan sari yildan yilga oshit o'rniga qancha bo'lar ekanda? Qiymati kamayar ekan. Keyin shu sohada o'qishlikni maqsad qilganman. O'qidim, alhamdulillah. O'sha yiqqan pullarimni tikdim. Har oy mana shu oyligimdan 20% ni tikib boraman. Necha pul bilan boshladingiz pul tikishni? $100. Har oy $100 tikaman. Hozirgacha necha pul tikdingiz va necha pul plyus o'sdi? Hozir $500 tikdim. O'sgani shu $100 ga yaqin. $500 plyus $600 bo'ldi. Shunaqa. Darslar sizga qanaqa darajada tushunarli bo'ldi? Qiyinchilik bo'ldimi darsda? Bo'ldi. Amaliy jarayonda jinday qiynaldim, ammo kuratorlarimizga rahmat. Hammasida yordam berishdi. O'sha nimadan qadamdan o'tdik, alhamdulillah. Hali hayot qonuni shunaqada olish uchun berish kerak. Birinchi berasiz, keyin olasiz. Men ko'pchilikka maslahat beraman. Hali ko'pchilik omma bermasdan olishni xohlaydi. Bu unaqa bo'lmaydi. Birinchi berasiz, keyin olasiz. Birinchi o'rganib, o'qib, nazariy, keyin amaliy, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Qaysi bilim yoki instrument sizga foydali bo'ldi? Menga ko'p nimalari bu sohada intizom bilan sabr ekan. Shunaqangi tarzda ketsangiz, zo'r o'sarkansiz. Kursdan keyin pulga bo'lgan munosabatingiz qanaqa o'zgardi? Kursdan oldin bunaqa ko'p pul topishim nimamga sig'mas, to'g'risi. Bo'lar ekan. O'zbekistonda ham topsa bo'lar ekan. Boshqalarga tavsiya qilasizmi kursni? Albatta tavsiya qilaman. Chunki hali hamma ham pul topadi. Pul topgan boy emas, ishlatishni bilgan boy deb o'ylayman. Pulni taqsimlab, hozir o'ylaydi hamma mashinasi bor, uyi dang'illama boy deb o'ylaydi. Yo'q, passiv daromadi bo'lgan odam boy deb hisoblayman. Xotirjam yashaysiz-da, masalan, ishlamasangiz ham pul kelib turadi. Balalarimga ham shuni doim tavsiya qilaman-da. Ozgina bo'lsa ham passiv daromad yaratgan deb. Mana shu sohaga kirib, yana bitta passiv daromad yaratganman. Quyosh panel o'rnatganman uyga. Alhamdulillah, uy ham sekin tushib turibdi. Hozir jonlanib qoldi. Quyoshlar chiqib. Farzandlaringiz ham o'sha boshlashyapti ekan. Albatta. Ko'p o'rgataman farzandlarimga shu passiv daromad yaratgin. O'shanda sen xotirjam boy bo'lasan. Mana kursga kelmoqchi bo'lganlar bor, lekin nimadir ikkilantiryapti ularni. Ularga bitta o'zingiz maslahatingiz bera olasiz. Mani shiorim bor. O'xshasa Allohdan, o'xshamasa tajriba. Gazni bosinglar. Hammalaring o'qinglar. Investitsiya qilishda hozir daqiqalardan boshlanglar.